Assalomu alaykum. Avvalambor yurtboshimizga ko'chada yo'q. 270 nafar yaqinlashib qoldik. O'zimiz musulmonlar yordam tariqasida islom qilyapmiz. bugun hamma joyda palatkasini buzib ko'chada qoldik. Mana yurtboshimizga iltimos, ota-onalar pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyda o'zi yo'q. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Bugungi video roligimizning mazmuni Rossiya va Qozog'iston chegaralarida yotgan aziz va yaqin vatandoshlarimiz to'g'risida bo'lib o'tadi. Do'stlar, kelinglar birgalikda u vatandoshlarimizga yordam beraylik. 273 nafar vatandoshimiz Rossiya va Qozog'iston chegaralarida yotibdi. Sizlardan bir yordam, biz qanday yordam bera olamiz bularga deb savol tug'ilishi mumkin. U savol sizlardan faqat bitta yordam, like bosib, kommentariy yozib, bu videoni tarqatib yuboringlar, shu sizlardan yordam. Bo'ldi. Do'stlar, kelinglar videoni birgalikda ko'rib o'taylik. Odam ko'chada yotibdi. 270 nafar yaqinlashib qoldik. Mana palatkalarimiz buzildi. 13 ta palatka qoldi. Unda sklad qilib qo'yib qo'yishgan palatkalarni buzishi. Mana shuncha o'zbek ko'chada bizga o'zimiz musulmonlar yordam tariqasida islom qilyapmiz. Shu yerda post bor. 4 kilometr narida Bo'la. Gapiring. Assalomu alaykum. Avvalambor yurtboshimizga assalomu alaykum va yurtimizdagi ota-onalar, hamma yurtimizdagi vatandoshlarimizga mana biz bugun hamma joyda palatkasini buzib, o'zimizning yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik. Mana yurtboshimizga iltimos, ota-onalar, o'zimizni yurtdoshlar yetkazsalaringiz, biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyda o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor. Yurtimizga qaytgimiz keladi. Iltimos sizlarga yetkazingizlar. Rahmat. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Bugun 23 mi? 24. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar. Mana palatkalar yo'q. 24-may mana. Yerda yotibdi. Ayollar ham bor. Yeremin ayollar, qo'llari singan bolalar, og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. Iltimos, yordam qilishlarini kutamiz. Mana do'stlar, videoni birgalikda ko'rib o'tdik. Ko'rib o'tganingizdek, palatkalarini buzib olib ketishgan. Yomg'ir yog'ib turibdi, katta dalada, cho'lda yotishibdi yerda. Do'stlar, hozir aytib o'tganimdek, kelinglar sizlardan va bizdan yordam. Bu videoga like bosib, ayamasdan bugungi mana shu videomizni like'lar bilan to'ldirib tashlaylik va kommentariyalar yozib tarqataylik bu videoni. Sizlardan yordam shu. Aziz vatandoshlarimiz o'z yurtiga, ota-onasini bag'riga qaytsin. Do'stlar, kelinglar tarqataylik bu videoni.